Qoraqalpoq qardoshlarimizning O'zbekiston viloyatlariga tarqalishi va kimlik masalasi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz O'zbekistonning eng murakkab va qiziqarli mavzularidan biri qoraqalpog'istonliklarning tarixiy tarqalishi va kimlik masalasi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik qoraqalpoqlar faqat Qoraqalpog'istonda yashaydi deb o'ylaysiz, lekin bu to'liq haqiqat emas. Qoraqalpoqlarning tarixi. Qoraqalpoqlar bu 6-asrda O'g'uz, Qipchoq va Pechenek kabi turk qabilalarining aralashuvidan vujudga kelgan xalq. Ularning nomi Qoraqalpoq, qora shapka so'zidan kelib chiqqan. Tarixiy manbalar 11-asrda rus yilnomalarida birinchi marta Chorniy Kolobok nomi bilan tilga olingan. 14-asrda mustaqil nom bilan tarixiy hujjatlarda ko'rinadi. 16-asrda Amudaryo Jayhon daryosi atrofiga joylashgan. Geografik tarqalishi. Bugungi kunda qoraqalpoqlar nafaqat Qoraqalpog'istonda, balki O'zbekistonning bir necha viloyatlarida yashaydi. Asosiy joylashgan hududlar: Qoraqalpog'iston 468 ming kishi, 33% aholisi. Xorazm viloyatida ming hisobida, Farg'ona viloyatida kichik guruhlar. Toshkent viloyat atroflari tarixiy manbalardan tarixiy sabablarga ko'ra 18-asrda 2 guruhga bo'linishi. Yuqori qoraqalpoqlar Toshkent tomoniga ko'chgan, Buxoro hukumati ostiga kirgan. Quyi qoraqalpog'istonliklar Orol ko'li atrofida qolgan, keyinchalik Amudaryo deltasiga ko'chgan. 1758-yillarda muhim voqea. 6000 ga yaqin qoraqalpoq oilasi Buxoro amirligi himoyasiga o'tib, Zarafshon vodiysiga joylashgan. Kimlik masalasi murakkab savollar. Bu viloyatlarda yashovchi qoraqalpoqlar o'zlarini qanday his qiladi? Ba'zilari o'zlarini o'zbek deb atashadi, ba'zilari o'zlarini qoraqalpoq deyishadi. Kimligini saqlab qolgan. Aralash nikohlar natijasida kimlik muammolari. Haqiqiy faktlar. Til jihatdan qoraqalpoqlar tili Qipchoq guruhiga mansub. O'zbek tili O'g'uz guruhiga mansub. Qoraqalpoq tilini Janubiy qozoq tili deb ham atashadi. Madaniy jihatdan qoraqalpoq madaniyati qozoq va Nogay madaniyatiga yaqin. O'zbek madaniyatidan farqli xususiyatlari bor. Sovet davrining ta'siri. 1936-yil Qoraqalpog'iston O'zbekistonga qo'shildi. 1925-1932-yil avval Qozog'istonga qarashli edi. 1990-yillarda Qoraqalpog'iston o'zligini e'lon qildi. Milliy chegaralarning sun'iy o'zgarilishi, kimlik aralashuvi, assimilyatsiya jarayonlari. Bugungi kun holatlari, statistik ma'lumotlar. Umuman qoraqalpoqlar 650 ming kishi. O'zbekistonda 500 ming kishi. Boshqa mamlakatlarda 150 ming kishi. Qoraqalpog'iston tashqarisida yashovchilar Qozog'istonda 100 mingga yaqin ko'chib ketgan. Rossiya Astraxan viloyatida Turkmeniston, kichik guruhlar Afg'oniston 2000 ga yaqin. Kimlik saqlash muammolari, asosiy qiyinchiliklar. Til yo'qolishi xavfi. Yoshlar o'zbek tilida gapiradi. Madaniy assimilyatsiya, an'anaviy urf-odatlarning yo'qolishi, iqtisodiy muammolar, ishsizlik tufayli ko'chish, ta'lim tizimi, o'zbek tilida ta'lim.
Ijobiy harakatlar nima? Qoraqalpoq tili va adabiyoti fakultetlari, milliy bayramlarning nishonlanishi, Berdax va Ajniyoz kabi shoirlarning merosini saqlash. Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpog'istonning O'zbekiston viloyatlariga tarqalishi bu tarixiy jarayonning natijasidir. Nafaqat zamonaviy ko'chish, bu xalq o'z kimligini saqlash uchun kurashmoqda va bu bizning ham burchimiz. Muhim nuqtalardan biri: Qoraqalpoqlar alohida turk xalqi. Ular O'zbekiston fuqarolari, lekin o'z madaniyatiga ega. Kimlik saqlash muhim masala. Ko'p madaniyatlilik boylikdir. Til o'rganish, Qoraqalpoq tilini hurmat qiling. Madaniyatni bilish, ularning urf-odatlarini o'rganing. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, kamsitmaslik, tarix o'rganish, haqiqiy faktlarni bilish. Eslatma: bu video ta'limiy maqsadda tayyorlangan. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozing. Izlaganingiz uchun kattakon rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing.